Do'stlar, aynan shu modelni bir xil sotuvchilar original deb aldab sotyapti. Agar korobkasiga e'tibor bersanglar, yon tarafida stiker emas, original degan gravirovkasi bor. Qutisi juda qalin, sifatli, ichida seriya raqamlari bor. Hatto yoriq nomi ham mayda detallargacha o'ylangan. Paketida gravirovka, keysi o'zi og'ir, mustahkam, qo'lda haqiqiy premium seziladi. Magnitlari juda kuchli, quloqchinlar joyida mahkam yopishadi. Korobkasi arzon kartondan emas. iPhone'da original animatsiya chiqadi, chap va o'ng alohida ko'rsatadi. Shuma подавление прозрачность rejimlari idealni originalda ishlaydi. Seriyni nomerlarni ham almashtirsa bo'ladi. Ofitsialniy saytda ham naushniklar originalda ko'rsatyapti. Sensor boshqaruvi ham originalda qulay, swipe bilan ovozni oshirib pasaytirish mumkin. Pauzaga qo'yish yoki trek almashtirsa ham bemalol bo'ladi. Quloqdan naushnik olsangiz avtomatik to'xtaydi, taqganingizdan keyin yana davom etadi. Type-C orqali zaryad qilsa bo'ladi yoki bespроводной zaryadka bilan ishlaydi. Sovg'aga 1 metrlik kabel, 20 vatli adapter, silikon chexol va tasodifiy 4-sovg'a qo'shib beriladi. 18 oy kafolat bor, tovar yoqmasa qaytarsanglar bo'ladi.